Assalomu alaykum. Meni ismim Laziz G'ulomov. Shu Le Artisan proyektini asoschisi bo'laman. Undan oldingi Pay Republic, Pasternak va Ekorn proyektlarida ham ishtirok etganman va boshqarganman. Bu proyektimiz Italyan gelato va sorbetlarda ixtisoslashgan. Ichkariga kirib ko'rsatsa bo'ladi. Bu yerda mana jelatolar ko'rsatib bo'ladi. Sorbet. Bizning eng birinchi ixtisoslashganimiz bu jelato va sorbetlar bo'ladi. Bu vitrinani olishimizdan sabab bu Cham kompaniya Italiyani birinchi dunyoda eng zo'r vitrinalar chiqaradigan, jelatoni ham eng zo'r dunyoda Ali Groupda qilinadigan eng zo'r jelato mashinasini, Inox eng zo'r qahva chiqaradigan mashinalarni qo'yganimizdan sabab artizan deb nom qo'ydik. Artizan degani hunarmand, usta degani fransuz tilidan. Bu degani hunarmandlik. Har bitta jelatoni o'zimiz retsepturasini o'zim ishlab chiqarib, qo'limiz bilan o'zimiz qilamiz. Demak, apparatlarda qanaqadir patochkada qilinmaydi. Har bittasiga o'zim bozordan, o'zani aholi malina, mahalliy qulupnay, olchalardan olib, iloji boricha mazasini yaxshilab, yomon qilib qo'ymasdan aholiga, odamlarga yetkazishga harakat qilamiz. Bunda bizga eng oxirgi texnologiyalar yordam beradi va O'zbekistonning eng zo'r mevalar degan, eng zo'r, eng shirin mevalari degan statusi juda qo'l keladi. Va shunda biz bir oiladan keyin ertalabki nonushtalarni ishga tushiramiz. Xudo xolasa, bizda ertalabki nonushta qilgani kelsanglar bo'ladi. Desertlarimiz hozirchalik brownie, streyzellar, bular isitib ustiga morojniy bilan beradigan. Ya'ni morojniy, desert, jelatoni atrofidagi hamma desertlar qilinadi. Kelib qolinglar, juda xursand bo'lamiz. Har doim bizda yengilliklar bo'ladi. Mana bugun biz handalay qildik. Handalay va apelsin, yaqinda shotut chiqadi, shotut. Bu degani sezonimiz. Biz anaqaga qattandir olib keltirib qilmasdan, biz mavsumiy ko'proq o'zani местный mahalliy mahsulotlardan qilishga harakat qilamiz va ularga yetkazib berishga harakat qilamiz. Shu zalarni mukammal holatda. Rahmat kattakon, kelinglar. Juda xursand bo'lamiz.